umuman bizni o'zi xalqimizda ayollar va bolalarga qo'pollik qilish yoki ularga tahqirlash, ularni zo'ravonligini oldini olish uchun qonun qabul qilayotganligimizni o'zi juda uyatli holatda. Yana xalqaro tashkilotlarning tavsiyasi bilan e'tibor bersanglar, bizni qadriyatlarimizda eng muqaddas hisoblangan ayollar va bolalarni biz zo'ravonlikdan himoya qilish uchun qonun qabul qilishga majbur bo'lyapmiz. Bizni juda ma'rifatparvar, buyuk tarixga ega bo'lgan xalqimiz, millatimiz ayollarni boshiga ko'targan, bolalarni doimo qadrlagan, ularni to'g'ri tarbiyalagan, ularni ma'rifatparvar bo'lishida buyuklikni ko'rgan va kelajakni ko'rgan bir millat sifatida bizni bugun aynan shunday qonunlarni muhokama qilishga majbur bo'layotganligimiz juda ham uyatli holat. Lekin haqiqatdan bunday muammo bor va biz bunday qonunni qabul qilishimiz kerak. Shu sababli biz kecha fraksiyada bu qonunni birinchi o'qishda konsepsiyasini ma'qulladik. Qonun tashabbuskorlariga faqat bir masalani alohida diqqatlarini qaratdik, til bilan bog'liq masalada. Qonunda biz ma'qulladik, haqiqatan ham bolani ustun manfaati sifatida tili keltirilyapti. Bu juda to'g'ri narsa. Bola bog'chada va boshlang'ich ta'limda o'z ona tilida tarbiya ko'rishi kerak va ilm olishni poydevorini boshlab olishi kerak. Biz bugun afsuski bolalarimizni begona tilda tarbiya ko'rishga majbur qilyapmiz, begona tilda boshlang'ich ta'lim olishga majbur qilyapmiz va buni oqibati bolalarimizdan maktabdan kutgan bilimni, bog'chada kutgan tarbiyani ola olmayapmiz. Va bu xatoni negadir tan olishni xohlamayapti ko'p odamlar. Afsuski bu pedagogikada isbotini topgan bir masala, muammo va bu qonunda buni aks etishi biz uchun juda ham ma'qul. Biz buni qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat bitta taklifimiz bo'ladi. Oliy Majlisga qonun loyihalarini kiritish reglamentiga muvofiq har qanday qonunni kiritilayotganda ushbu qonun bilan o'zgartirishlar kiritiladigan qonunlar ham ilovaga kiritilishi kerak. Va biz bu qonunni ikkinchi o'qishda o'zimiz albatta taklifimiz, tahririmizni kiritamiz. Ta'lim to'g'risidagi qonunda ta'lim tilini tanlash erkinligi belgilab qo'yilgan. Buni tarbiya, boshlang'ich ta'lim va maktabgacha ta'limda har bir bolani ustun manfaati sifatida o'z ona tilida tarbiya ko'rishi va ta'lim, boshlang'ich ta'limni olish majburiyatini kerak bo'lsa ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Bugun bola begona tilda tarbiya olishga majburlanyapti va tarbiya olmayapti. Begona tilda boshlang'ich ta'lim olishga majburlanyapti va boshlang'ich ta'limni olmayapti. Va buni oqibati bolamiz ta'limsiz va tarbiyasiz bo'lib qolyapti. Bu muammoga albatta o'ylayman tashabbuskorlar jiddiy qarashadi va biz ikkinchi o'qishda bu tahrirni birgalikda shakllantirib, qonunga qo'shimcha qilib takomillashtirishga erishamiz. Qonunni biz qo'llab-quvvatlaymiz, hurmatli hamkasblarimiz, qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Rahmat.